Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Sho'lar To'kir aka uylardan yana video lavha. Buxoro viloyati G'ijdon tumani G'ishti mahallasi Adoq qishlog'idan. Aka uylardan aga havaskor, qiziquvchi tovuslari bor. Oldingi videolarni ko'ringlar, tovus haqida videolar chiqqan. Ma'lumotlar berilgan, qanaqa qilib daromad olish mumkin shular haqida. Mana g'ozlar bor ekan, korolevskiy zotdagi g'ozlar. Bularni hozir kanalchalarim bu yerga qo'yib, sizlarga batafsil qanaqa qilib boqish, qanaqa qilib ko'paytirish haqida. Tuxum tug'ishga ham yotibdi deyaptilar mana. Sizlar ko'rinib turibdi. G'ozlarni qaranglar, ko'k o'tda bilan asosiy ozuqasi. Bu korolevskiy parodadagi g'oz mokiyoni tuxumga yotgani uchun nari quyruqlayapti. Qaranglar, tug'ma instinkti bor bularni. Katta sharoitda mana shu holatda qilganlar, mana suv keladigan qilib, hovuzchalik tuxum tug'adigan sharoiti. Bilmaydiganlar uchun tagiga mana somon tashalgan. Nari himoya qiladi, tug'ma instinkt. O'zi qo'yiraversangiz ham biladi-da. O'zi chet ellarda mana nimalarda ko'rgan bizni oldin kinolarda g'ozlarni boqib yuriydi. Qo'llarida kaltakcha olib, bizlar qo'ylarni boqib yuriydi, cho'ponlar g'ozlarni boqib yuriydi. Atak mana yurib boryapti, ko'rib turibsizlar. Hovlisini biladi o'zi, qayerga kirish kerak, qayerdan chiqish kerak. Hop, cho'milib chiqib, oftobga chiqib qurinadi, keyin sekin borib o'zi pataga kirib yotadi. Kanaldan suv kam, o'zi to'lib beradi. Kanalda ham ozroq suv kam ekan. Atay g'ozlar xursand. Hozir qarab ketadi ular. Endi tug'ib bo'lsa keyin chiqadi u ekan. U keyin chiqadi. Bular nima oziqa beryapsiz? Bularga hozir ko'pincha ko'kut yeydi. Bular ham ko'kni yaxshi ko'radi. Donni uncha bosib yemaydi bular. Asosiy ovqati ko'kut. Ko'kut yeydi. Bug'doy beraman, keyin karmigor, qor beraman. Necha mahal ovqat berasiz? Ertalab, kechqurun. Kechqurun berasiz. Qamashdan oldin, bo'lmasa kanalga chiqarib, shera yuriydi ular. Taxminan hozir nechta g'ozingiz bor? Hozir 7 ta bor. 7 ta, nechtasilar? 2 tasimi? 2 ta nar, 5 ta moda. 5 ta moda tuxumi yotibdi, bittasi nari qoldi, ko'rdingizlar. Men g'ozlar barib yurib ketaveradi. Yo'l-yo'lga. To'xtaydi o'zini chegarasi bor. Chegarasi bormi? Ha, shu yo'l kanal barabari olib ketaveramiz, ma'lumotni berib ketaveramiz. Qancha ozuqa yeyapti endi mana 7 ta g'oz o'rtacha. 7 ta g'oz endi hisoblab ko'rmaganman. Endi masalan bir kunga shu yarim kilodan 1 kilo bug'doy tashiyman. Agar qor beriladigan bo'lsa, o'sha ham 1 kiloni 2 marta bo'rilab ertalab namozga beraman. Qishdan beri lekin tinmay tug'adi. G'oz sanaganim yo'q, lekin ko'p tug'adi. G'oz ko'p tug'adi o'zi. Katta tug'adi. 150 tadan 220 ta shu zotiga qarab farq qiladi tuxum tug'ishi. Bu g'ozlar tuxum yo'nalishdagisi bor, go'sht yo'nalishdagisi bor, tuxum go'sht yo'nalishdagi g'ozlar parodalari bor. Buni o'zi tushunadigan havaskorlar bo'lsa biladi, kommentariya yozib qoldiringlar, tushunadiganlar plyus qoldirsangizlar bo'ladi. G'ozlarga mana shunaqa sharoit qilib, o'zlaringizdan bir maza qilib, tomosha qilib o'tirsangizlar, bir miyalaringiz dam oladi. Mana shunaqa paytga maza qilasizlar o'zlaringizdan. Mana bu yerlar o'z suv kamaygan, suv ko'paygan payt bular sho'ng'isa ham kerak ekan, sho'ng'i buni suv taydan ketadi. Uynaydi, suv taydan ketadi. Mana g'ozlar bu boshini tiqib suyutlarini yeydi mana shunaqa. Asosiy ovqati shu ko'k o't. Asosiy ovqati. 80% ko'k o't yeydi.
aka o'zi bularni ko'paytirish ustida ishlayaptilar. O'zi bular kurkalar Bostirilgan. 3 ta Bostirilgan. kurka 15 tadan bostirilgan. 15 tadan bostirilgan. O'zi jo'jalar chiqadi nasib qilsa. Bularni qancha vaqtgacha Bir degan? oyga 30 kunga chiqadi. 28-30 kun. 28-30 kun. Xuddi shu tausda bilan. Tavuz, kurka, bu katta parandalar o'zi 28-30 kungacha chiqadi mana jo'jalari. Tovuqlarni bilasizlar, parodasiga qarab 19 kundan 21 kungacha chiqadi. G'ozlari, tovuslari bor ekani. Tovus haqida alohida bitta oldin video qilganmiz. Mana bugun ham bitta video qildik. Birinchi lekin tovusni videosi chiqadi. Keyin bu g'ozlar haqidagi videoni keyin ko'rasizlar. U kelyapti ham to'g'ri. Kelyapti, ovozini chiqaradi. Bularni pilis tomonlarini aytaman. Uylaringizga mana bosib qo'shlar. Kuchukda o'rnan bo'lsa, suvga bosadi bular. Mana bilmaydiganlar uchun. Men ko'rmayman. G'ozni bosganini ko'rmaganman. Bunaqa deydiganlar bo'lsa agar mana. G'oz mana shunaqa suvda ham bosadi. O'rdak simonlar o'zi suvda bosadi. Suvda bosadi. Bular quruqlikda uncha ko'zga tashlanmaydi bularni bosishi, chatishishi. Bularni o'rdak simonlar asosiy boqiladigan joyi suv havzasi bo'lishi kerak. Lekin indautkada unaqa emas. Indautkada tanlamaydi. G'oz lekin o'rdaklarda suv bo'lishi kerak обязательно. G'oz boqib, endi ko'paytirmoqchi bo'lganlarga sirlarini sekin-sekin aytib boraman video davomida. Qidirib kellar bu. Narx. Bular aka g'ozlar narlarini olib kelsa bir-biriga qo'ysaga urush qilarkanmi yo'qmi? Urushadi. Mana qarab turing, qo'ymaydi yaqinlashib. Bu baqvatmi bu? Yo'q, u baqvat. Suvdagi. Bu erkakning zoti boshqa mana. Buni lashagi bu. O'tin bilmayman nimaligini. Endi shu yil boshladim. U lekin zoti boshqa unisi. Obshi 7 ta g'ozlari bor ekan, ko'paytiryaptilar. Tuxumlari, jo'jalari bo'ladi akalar. Telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. G'ozlaringizni bir ko'rsating deganim yo'q demadilar. O'shanga sizlarga qo'ldan kelguncha ma'lumotli video qildim. Shu holatda manzarali qilib boqsangizlar bo'ladi g'ozlarni. Atagi hozir bu yerda suv kamligi uchun sizlarga ozroq xunuk ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Suv ko'paygandan keyin maza qilasizlar. O'zlaringiz ham tomosha qilib. Lekin g'ozlar o'rdaklardan yaxshi kelishadi. Men shunisini bilaman. Oqqush, g'oz, o'rdak simonlar bir-biri bilan bitta katta joyda turaveradi. Ko'pligida tushirganini men boqayapman. Video davomiga qo'yib ketamiz qay. Aka tashlab beradilar. Boqilish tartibi, saqlanish sharoitlarini ko'rdingizlar. Saqlanishga unchalik ham katta ahamiyatli narsalar qilish shart emas. G'ozlar o'z immuniteti baquvvat bo'ladi. O'rdak simonlar o'zi instinkti baquvvat, bularni immuniteti baquvvat bo'ladi. Mana indautkalar ham parrandalarning orasiga saqlasa, g'ozlardan shuna o'rdak simonlarni saqlasa, kasallik birinchi o'ziga oladi-yu, yengil o'tkazib yuboradi. Parrandalar yo'qishi qo'ymaydi. Shunaqa sir sinoatlari bor. Aslida oziqlanishni ko'rib turibsizlar, oddiygina mana qamish o'sib, qamishdan yeb turibdi. Asosiy oziqlanishi o'tda yaxshi yeydi bular. Videolarimizga yoqayotgan bo'lsa, bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanal, Telegram gruppalarimiz bor. Shularga ham qo'shilib qo'yishlarini so'rayman. Video ostida kommentariyada o'sha havolasi linkini qoldiraman. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Savollaringiz bo'lsa, bemalol qoldiringlar, javob beramiz. Telegram gruppalarimizdan ham bog'lansangizlar bo'ladi bizga. Ko'rib turganlaringizga mana boyagi videoning davomida o'sha modasini izlab ketyapti uyga qarab. Tuxum bosayotgan bilib o'tiribdi. Agar bitta ovoz chiqsa, o'zi ketadi. Shu tomondan yurib, mana bular o'zi uyga qarab borish boshlayapti. Ba'zi yerga tashlab ketmaydi bu g'ozlar. Ustini bir yog'laydi, o'zi quritib, keyin kataga ketadi. Yog' bezi bor mana ko'kragida, shundan olib badaniga surtadi, suv o'tmas, ta'sir qilmas. Patlari moyli bo'ladi. Moyli bo'ladi.
keyin mana uyga o'zi biladi uyini bular.